Kechirasan, nimadir dedingmi? Genri, keting, uyga qaytaylik. Yo'q! Yaramaslar nima qildilaring? Meni Sferam! Ko'rganimdan juda xursandman, axlatchi. Sen baxt topolmaysan. Qalbing tubida shuni bilasanki, umid, orzu qilish, yaratish bu azoblanish degani. Balki rostdir gaping. Yaratish murakkabdir buzishdan ko'ra. Shuning uchun qo'rqoqlar ikkinchisini tanlashadi. Shoshma. Bilasanmi, Gosha? Tanishuvimizni har bir daqiqasi vaqtni bekorga zoya ketkazish. Shoshma. Menga qara. Yaqinroq kel. Menga sanchmoqchi bo'lgan yashirgan pichoqchang bormi? Yo'q, meni quvvatim qolmagan. Mayli. Ha! Ana aytdim-ku. Nima qilay? Urinib ko'rish kerak-ku. Urinishdan charchamayman. Bo'ldi, bormayman. To'xta, jiddiy gapiryapman. Sen haqingda. Bo'pti. Yaqinroq egil. Mana senga. Voy. Sen haqiqatdan ham tuzalmaysan. Alvido. Bu safar aniq gapim bor. Qayt, quloq sol gapimga. Hoy quloqsiz tentak. Qayt. Quloqsiz. Hey. Bular bari yirik mehribon. Shu shart bilanki, mahalliyliklar badanim jimirlaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Pishiradigan tovug'imiz flag bo'lsa, meni yeb ko'rganman. Hozir sizlar ham bilib olasiz. Oho! Eshityapsizlarmi? Mana bu sehrli ovozni. Yoqimli hidini-chi. Chicken. Steve's lava chicken, yes, tasty as hell. Ooh, mama, see tonight you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. Meni o'zim biznesmenman. Bilasizlarmi nima? Qo'shiqli reklama rasvoligini ancha oldin bilganman. Jinurgur ahmoq. Qushchani menga berchi. Men senday nozgoyim emasman. Issiqqina va og'riqligina bo'lishini juda yoqtiraman. Gani to'xta. Bunday shoshilaverma. Tovuq olovli lavada pishirilgan. Ozgina sovishiga yo'l qo'y. Yomonmas. Sen ahmoq oliftasan.